Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Cobalt mashinasi kelib qoldi. 2015-yil 175 ming kilometr masofani bosib o'tgan 4-paysa avtomat korobkasi bo'ladi, okalar. Mashina holati zo'r holat turibdi. Mana shu manfiyatni ozgina qiladigan ish bor ekan, qildirib olasizlar. Yangi yumshoq baloqligicha ham qo'yilgan. Salon holatlarini ko'rsatib chiqsam, okalar. Salonlar ham yaxshi holatda. 174.543 kilometr masofani bosib o'tdi. Mashinaga chexol ko'rli solingan, okalar. Avtomat korobka. Temir gaz baloqligicha ham ustanovka qilingan. Motor korobka hadov qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q, o'zini uchun bir qator tekshirtirib, proverka qildirib olasizlar. Kraskasiga keladigan bo'lsa, okalar. Mana shu krilos bilan eshigidagi kichkina pitno ila orqa krilosda kraskasi bor ekan. Qolgan joylar top-toza, o'zini uchun bir qator tekshirtirib, proverka qildirib olasizlar. Egalarning o'zida 50 partiyada sizlar xohlagandek dokument bo'ladi. Narxini okalasizlar olib maza qilmayishingiz uchun bo'ladigan narxi faqat oxirida deyaptilar. $7.950 baholandi, okalar.